Hey. İşlashiga baho beramiz qadrdonlar. Bu sholipoxol. Ya'ni bug'doynikilar sholipoxol nam. Qurib qaqshagan narsa emas, nam narsani chiqaryapti. Xudo xolasa endi Makkani yorma fasondasini chiqarib berdilar ekan. Tomonlardan qara. Bo'ladi. Xullas, qadrdonlar, assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar, mana sizlarga videoni boshidayoq ishlatib ko'rsatib berdik. Ya'ni bu sholipoxol, ya'ni bug'doydiki emas, sholipoxol nam bo'ladi, sal yumshoqroq bo'ladi. Chiqarib tashladi. Bundan tashqari bug'doydi. Makkani va shuningdek yorma ravishda tovuqlar uchun, jo'jalar uchun don qilsa ham bo'lar ekan, hamda mollarni yemiga aralashtirib bersa ham bo'lar ekan. Bo'lmasam biz ishlab chiqaruvchi akamizdan bir boshdan narx-navolarni yoritib, to'liqroq ma'lumotni, eng original ma'lumotni akamiz o'zida olamiz. Qodijon aka, aziz yaxshi aka, charchamaysiz, qalaysiz? Rahmat. Xo'p aka, bo'lmasam narx-navosi-yu materiali, servis xizmati, garantiyasi, dastavkasi qayerlargacha? Xo'p, buyurasiz. Birovlar ukamiz ho'l quruq tanlamaydi. Masalan, Makka payalar sulus qilsangiz ham bo'ladi. Somon, sholipoxol chiqaradi, обязательно hammasini, xudo xolisa. Don mahsulotlaridan bug'doy, Makkani mardagi bilan yorma qilib beradi. Makkani mana bu joydan tashlasangiz kerak. Mardagi bilan chetdan tashlaysiz, yorma qilib beradi. Xo'p, motorlarga salni qo'yilgan, suvdan himoyalangan, xudo xolisa. Haligi nam ho'l narsa tashlagan taqdirda ham motor chekib ketmaydi suv ichiga. Servis xizmatlarimizga kelsak, servis xizmatlarimiz 1 yil davomida behijolat, mabodir nimadir bo'lib qolsa, remont qilib beramiz. Lom tiqishib yormasa ichiga, xudo xolasa. Xudo xolasa. Juda go'zal. Aka, endi bu tomondan nimalardan boshlayveramiz? Arzonchiroq variantlardan aka. Videoni boshidagi narxlarni yoritib berasiz albatta-yu. Bir ikkitasini ochib ko'rsataylik-da, bir boshdan ko'rsataveramiz. Xo'p. Xo'sh, endi arzonchisini. Nima uchun arzon va nima uchun qimmatligini narxi? Motorlarimiz hammasi bir xil. O'zi 6,5 kilovat, 3,5 ming obrot yozilgan. 4 kilovat deb beramiz. Arzon variantimiz. Buni biz listdan qilingan mahoyga o'xshatib. Chiqarishlar masalan, bitta somon pristi bu 1,5 minut, 2 minut atrofida chiqarib beradi. Tushunarli. Xo'p. Keyin arzon variant, uchlik list, qirog'ini ko'rsatib o'tamiz. Uchlik. Balon yo'q. Shuni hisobiga bunimiz arzon variant. Nech pul? Bu 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Bo'ldi. Qani bunisi? Bunimiz ham shu motori bir xil alyumin variantimiz. Turbadan bo'lgan, qalin. Quyma mahavik. Tig'da og'irligi 10 kg chiqadi. Tortib ham garantiyasini beraverasiz. Ha, bu behijolat ularni. Baloni bor ekan. Balonlarimiz bor. Narxi? Narximiz 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Albatta bu aytilayotgan narxlar, hali kelishtiramiz, xudo xolasa. Endi bunimiz Xo'p. Bu mis variantimiz. Gavdasi kattadan yonida ko'rsatib o'tamiz. Ularga ham salni qo'yilgan. Shu quyma mahavik. Shuni katta variant misi 3 million 200 ming so'm bunimiz. 3 million 200 ming so'm aka. Dastavkalar haqida. Shunimiz alyumini bor. Yana bor ekan. Alyumin variantimiz bor. Buni birga bir lyuks ko'piya, faqat motori uniki mis motor, buniki alyumin motor. Shunaqa alyumin. Bu alyumin motor, mis motor deganda tushunmagan insonlar uchun tushuntirib bersangiz aka, nimaga alyumin mis deyilyapti? Alyumin motorimiz pastokka yaxshi ishlaydi. Masalan, 140 dan 250 gacha amper yozilgan. Pastokka zo'r ishlayveradi. Mis motorimizni 170 dan 250 gacha yozgan. Ishlash shunaqa, pastroq to'y desa alyumin tavsiya qilamiz. To'kimiz balandroq desa farqi yo'q. Hammasi 220 bular. Hammasi 220. 3 fazada bo'g'ilib yurgan akalarimiz uchun hammasi 220 variantda mana. Chekka qishloqdagilar, Turkiya, Slaviy joydagilar
alyumin motor tavsiya qilyapmiz. Agar tok zo'r desangiz, mis variantdagisini olishingiz mumkin. Tok zo'r joylarga ham alyumin variantdagi bo'laveradi. Endi pul 200 ming 300 mingdan qochmasa, mis motor. Endi odamlarning miyasiga o'rnab qolgan alyumin motor slabiy degan akalarimiz uchun yo'q, alyumin motorimiz slabiy emas. Hali shuncha paytdan shu motorlarga bir shikoyat kelgani yo'q. Alyuminga ham, misga ham. Motorlarimiz himoyalangan. Mavodagi qisib qolsa avtomatimiz tashlaydi. Motor ham uzib qo'yadi. Yonida bosadigan bor. Motorga o'ziga nagruska olmaydi, va xolasa. Shuni hisobiga hali motordan shikoyat kelgan yo'q. Juda go'zal. Aka, endi dastlabki xizmati bizni asosan Toshkentdan tepalari ham kuzatadi-da, misol Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo, Qoraqalpoqlargacha. Dastlabki qilib beramiz, kelishilgan holatda. Faqat dastlabkimiz 50-50 bo'ladi. Tushunadi. 400 mingga olib ketsa, 200 mingni siz to'laysiz, 200 ming ular to'laydi. Yaxshi. Vodiy bo'ylabchi? Vodiy bo'ylab tekin, Toshkentgacha. Toshkentgacha tekin. Juda go'zal akalar. Endi aka 2 million 300 ming so'mlikdan o'z etib narxni o'tib beravering, biznes obzordan ko'rganlar uchun. Xo'p, biznes obzor obunachilari uchun 2 million 100 ming so'm qilib beramiz. 2 million 100 ming so'm qancha vaqtga amal qiladi? Dekabr oyigacha. Ha, 1-yanvardan tugaydi. Tugaydi, juda go'zal. 2 million 800 ming so'mligimiz. Aha. Alyumin motor quyma mahavigimiz. 2 million 600 ming so'm. Dekabr oyigacha. Mis variantimiz. 3 million so'm. Dekabr oyigacha 2 million 800 ming so'm. Dekabrgacha. 25-yilda tugashi ya'ni. Ha, tugashi. Xo'p, katta variantlarimiz 3 million 200 ming so'm. 3 million so'm qilib beramiz. 3 million so'm. Azza. Bozor obzor obunachilar uchun chiroyli narx qilib beramiz. Biznes obzor. Xo'p. Buni tushuntirib o'tdik, ishlatib ko'rsatdik. Bu yangilik emas, bu bemalol o'shalik tig' sohasiga, motor sohasiga javob berishmas ekan, sababi motorga sexda o'zi ham javob bermas ekan, ya'ni zavodda o'zi. Lekin yaxshigina muddat ishlab xizmat qilib beradi. Bundan tashqari tig' sohalariga o'sha aytib o'tgandek, almatura, palmatura, lompom tiqib sinamasangiz, zakonni ancha vaqt xizmat qilib beradi. Endi har xil jodi drabilkalardan jodilar ishlatish kerak-ku. Bitta mana shu drabilkadan olsangiz chorvalari aka. Buni eng qulayligi, ya'ni qishda o'zi o't yo'q bo'ladi. Cho'ntak sal slabiyroq bo'ladi. Shunga yetmasdan bu chorvalari, mol qo'ylari o'tda atxot qilib yuboradi. Atxot qilmaydi endi mana shu holatda bersa, mana bir mazax iste'mol qilaverar ekan. Akalar, manzillar Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamiterindan bo'lyapti. Akamiz raqamlarini videoni oxirida ham bitta ko'rsatib ketamiz. Mana shu raqamlarni skrinshot qilib olibdi, telefon qilaverasizlar. Akamiz premo ishlab chiqarish sexidan bo'lyapti. Hamda motori bilan mahogi bor, menda qosqoni kerak deganlar uchun 1 million, 1 million 200, 1,5 million so'm atrofida qosqonlar ham bor ekan, hal qilaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, hammaga rahmat. Borlaringga shukr. Videoga bitta like bosib kuzatib ketasizlar. Xizmat qilganimizdan xursandmiz. Sog' bo'lasizlar.